Şarkı Türkistan 1949 yılı 10 ayının 1 günü Xitay Komünistler tarafından besip alğandan ta hazırgacha Uyghur halkı mayli mavzuduning olsun, mayli Deng Xiaopingning olsun, mayli Zhou Zhonglining olsun, hammasiniki har qanday diktatorları osh qilishi, urushi, o'ltirishi, tutishi, iqtisodiy vayron qilishi, axloqiy vayron qilishi, diniy vayron qilishi ve ularni ma'rif jihatdan vayron qilishi ve ziyolilarimizni yo'qotishi, o'ltirishi, puldor xalqlarimizni yo'qotishi, o'ltirishi, gunohsiz xalqni turmuga tashlashi, o'lim jazosi hukm qilishi, o'xshamagan shujungjuchi, aksin inqilobchi, milliy bo'lgunchi, milliy radikalist, o'ngchi unsur, millatchi unsur degan o'xshamagan harakat qalpoqlar bilan Uyg'urlar qirg'inchilik etib borgan bo'lsa-mu, Uyg'ur xalqining yer, suv, munbat ziminlerden tatip bikaga köşmen Bangtuadning aldamlarga tatip apirib Uyg'ur xalqini hatta 3 vaqt tamoqdan ortiq hech narsa yemaydigan holatga keltirib qo'ysin, o'zining milliy kimligini jon tikib qo'g'dab kelgan edi. Lekin mush g'arbni siyosati yuz bergandan keyin Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonga g'arbni ichki siyosati Deng Xiaopingni islohot etib o'tish degan harakat etib borilgandan keyin Uyg'ur xalqini sizlarni baxtga chiqiramiz, buningdan burungi rahbarlar sizlarni oqqagan ko'qqigan deb oldab, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayon deganning faqat quruq qalpig'ini qoldirib, Uyg'ur xalqining ustidagi barliq siyosatni aksiga yurgizdi. Hatto mushu Deng Xiaoping chiqqandan tortib ta hozirgacha g'arbni ichki siyosatidan ta hozirgacha Uyg'ur xalqining milliy kimligini yo'qotish, kishilik huquqini dafsallik qilish, so'zlash erkinligini yo'qotish, Uyg'ur xalqining hatto beshini ko'tarib, o'zining ziminida o'zining shu ziminning puhrasi ekanligini tonimaydigan holatga keltirish uchun Jungo Kommunistlik partiyasi Beijingdan, ya'ni yangi siyosat, yangi tur, yangi qalpoqlarni sirtqi ko'rinishga, tinchlik, pes, ishki ko'rinishga undaq emas, nayt ustunlik bilan Uyg'ur xalqining kishilik huquqini dafsanda qilish, nayt ustunlik bilan Uyg'ur xalqining milliy kimligini yo'qotish, nayt ustunlik bilan Uyg'ur xalqini qirg'in qilish, nayt ustunlik bilan Uyg'ur xalqini bostirish, gunohsiz turmuq tashlash, etib tugutish, madaniyatni tugutish, iqtisodni tugutish, Uyg'ur xalqini dinda tugutish, axloqni tugutish, Uyg'ur xalqini hatto o'zining ruhini bilmaydigan holatga keltirib qo'yish oldiga keldi. Masalan, hozir Muçan, Shenzhen, muştuqumda hazırki kişilik hukuk meselesini sözlesek, 2003 yıldan başlap Uyghur halkının ona tilini çekledi. 2003 yıldan tatip hoş tillik mağarip dep kirgizip, onunki Uyghur halkının öz tilide sözleşini mutlak çeklep, hazır yeslidin tatip, oliy maktablargacha orliqda butunlay Xitoy tili o'qimasa, Xitoy tili bilmasa, atam maktabda turolmaydigan, Xitoy tili o'qimasa, Xitoy tilida dars o'tamasa, o'qituvchi bo'lolmaydigan, turkumlab o'quvchilar bekor bo'lib ketdi, turkumlab o'qituvchi olimlar kuch supurdigan ish vaqtiga holat tushirib, uning o'rniga ko'chman Xitoylarni olib keldi. 2000-yildan boshlab Xinjiang klass deganni ichib, shikir o'lkalarda Uyg'urlarning 7 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarni beşini fakat Uyg'urlikdan yuvib etish uchun ishkir o'lkalarga yo'tkab, asli Xinjiang klassini nima hojat ishkir o'lkalarda etishdan keyin, nima uchun sabiy bolalarni ota-onasining tarbiyasidan ajratadi? Nima uchun sabiy bolalarni o'zining vujudidagi madaniyatidan ajratadi? Nima uchun sabiy bolalarni ota-onasining muhabbatidan ajratadi? Ularni 51-qitim 58 Xinjiang klassi ichib, bolalarni turkumlab yo'tkab, ota-onalarga agar bolalaringni Xinjiang klassida o'qisa, xizmat beriladi, o'qish puli hukumatdan to'lanadi, sening oilang e'tibor beriladi degan siyosatni berib, ota-onalarni iqtisodiy jihatdan namoratlashtirib, majburiy bolalarni ishga qo'llab ashunga sunib beradigan holatni nayt ustunlik bilan ekegan. Shuning bilan bolalarni ishkirga olib, Xinjiangning o'zida ichib bermay, Sharqiy Turkistonning o'zida ichib bermay, ishkir o'lkalarga aketgandan keyin bolalarni maktabga qavoq o'qitib, bolalarning o'zining Uyg'urligini unutildirib, Uyg'ur ona tilidan, Uyg'ur madaniyatidan mutlaq yodlashtirib, bolalarni assimilyatsiya qilishni boshladi. Demak,
bu kişilik hukukniki nihayet ağır zarbega uçurganlığı dep qarayman. Çünkü Şarkı Türkistan'a milyonlagan Xitaylarning balalari, milyonlagan ko'chmanlarning balalari kelib, Şarkı Türkistan'da klas içip o'qigan ekan, bizning Şarkı Türkistan'ning Uyg'ur balalari nima uchun Şarkı Türkistan'da o'zining ota-onasining qishida hukumat agar markaz yordam qilmoqchi bo'lsa, nima uchun o'zining ota-onasining qishida maktab ochilib, o'z shaharlarida tarbiya olmaydi? Ham Uyg'ur tili bilan, ham ota-ona tili bilan, ham Uyg'ur urf odati bilan, ham Xitoyning madaniyatini qabul qilgan holda bizning unga qarshimiz yo'qdi. Lekin u mutlaqo Uyg'ur xalqining kishilik huquqini dafsanda qilish, Uyg'ur xalqining milliy kimligini yo'qotishdan iborat Xitoyning strategik siyosatini qurbon qilib bolalarimizni ekatdi. Hozir davrga kelganda u bolalarning soni 10 mingdan 20 mingdan 50 mingga yetish oldida turyapti. Demak, har yili oshnaq bo'lgan vaqtida o'qish yeshidagi bolalarni o'qish yeshida tugutish. Bu yerda Xitoy ikki tillik deb bu yerdagilarning ota-onalarini tugutish siyosati bor. Endi kishilik huquq masalasida planliq tug'ut kelgan vaqtida planliq tug'ut degan narsa har qanday millatga demokratiya bilan, erkinlik bilan, tashviqot propaganda bilan kelgan narsa. Lekin ular oshlarning o'z ixtiyori bilan agar planliq tug'ut sen birini tug' demoqchi bo'lsa, ko'pchilik tashviq qilib, tashviqot bilan qoyil qilish kerak. Yo, Uyg'urlar undaq qilinmadi. Uyg'urlarga amaliyotda ko'rinishga, xalqaro anglitishga, oz sonliq millatlarga 2 bola, Xitoylarga 1 bola deb qo'yib, lekin ular qanday qildi? Uyg'urlarni majburiy tövendeki hatta doktorlukni bilmaydiganlarga qo'sqida qilib qolgan yerda, yezi doktorlarda ko'chada o'qimagan, hatta doktorlikdan kursmi olmagan odamlarni tashkillab, yezi doktorlik qilib, ash ko'chadalar xalqni tutiblar, akirib bir ishxonada qo'sqidagi balani operatsiya qilib, uni opirib tikib qo'yib, bugun olgan narsalar. Ota-onalar baliyatga kasal bilan jiringdab, agashmi kasal bilan o'lyapti. Balalar 9 aylık, 10 aylık bo'lgan bolalar tug'ilish oldida ota-onalar qechib yurib, ko'chalarda, qabristonlarga qechib yurib, bolalarning ota-onalarining matkasi portlab, qabristonni qo'g'lab berib, bolalarni ashada bo'g'ib o'ldiryapti. Bu insonning kishilik huquqi, muhabbatiga, insonlarning ota-ona bilan bo'lgan muhabbatiga va insonlarning o'zining erkinligi intayin qattiq dafsanda qilganlik, kishilik huquqini dafsanda qilganlik deb qarayman. Üçüncüsü, endi planlık tug'ut bilan, tug'ut yeshilik ayollarni tugutish bilan to'xtab qolmay, erlarni sınaq qilib aqti qilamiz deb 500 erni aqti qildi. U 2003-yili 500 er aqti qilindi. Onundan başqa har yili shundaq erlarning aqti qilyotdi. Ayollarni birini operatsiya qilib bo'lgan ki majbur baliyat qismi bo'g'itib boradi, tug'mas qo'yib boradi. Baliyat qismi bo'g'ilgan ku balasi o'lib ketsa, u bala ayollar mangu bala ko'mayapti. Nurg'un ayollar bu sababdan saran bo'lib ketdi va mushu sababdan Xitoy hukumatiningki mushundaq qilganning xato ekanligiga qarshi turib, buni qabul qilmay tashviqotlash, majburlash xarakterli qo'shgan, hatto planliq tug'ut kadrlarını o'ltagan ota-onalar bo'ldi. U ota-onalarni opirib, Xitoy hukumati o'lim jazosi hukm qildi. Demak, bir oila xotini bola tuqqan yerda o'ldi, eri xotinimni o'ltirdi, planliq tug'utni o'ltirdi. Bir oila, 2 oila aş planlık tug'ut siyosati bilan o'ldi. Bundaq ishlar qayta yuz beryapti. Demak, bu kishilik huquqda intayin qattiq dafsanda qilinganlik. Ham bu yerda ayollarni, erlarni tug'ut yeshiga kelganlarni tug'ayotganlarni bundaq to'xtatib, tug'ut yeshiga kelmagan qizlarni 15 yoshdan, hatto 14 yoshdan 25 yoshgacha to'y qilmagan qizlar. To'y qilmagan qizlarni ishkir o'lkaga darhol u tug'ut yeshiga berishdan burun to'y qilmagan qizlarga xizmat beramiz, ishkir o'lkada ularni namratlikdan qutuldiramiz deb, ularga majbur har bir oiladan birdan 2 qiz berish, agar bermasa, ota-onasini yerini tatib olish, ishtirok qo'yish, ularga nurg'un suv bermaslik, dehqonlarni, shahardagilarni ishdan qo'g'lab chiqarish, mushunday qatorliq seriqlarni tushirib, xalqning oilasidan birdan 2 qizni akitib, 2006-yili 1 yil ichida Sharq Turkistondan 240 ming qiz ketdi. Bu qitim Radio Freyaning e'lon qilganiga qaraganda, umum qizlar mushu 2006-yildan hozirgacha 500 ming qizni akitdi. 500 ming qiz demak, ota-onalar planliq tug'ut o'lsa, tug'ut yeshiga boradigan qizlar unda akitilsa, Uyg'urlarni millat sifatida yo'qotish, majburlash, ota-ona qechib kelgan, hatto u yerga qizlarni olib keyin solab qo'yib, qaytib ota-onam bilan telefon so'zlashaman deb so'zlashtirmay, qizlarni 12 soat ishlatib, haftada 2 kun dam olish beraman degan qizlarni bir kunmi dam oldirmay, ularga
berimiz degan 1000 yuan maaş verimiz degan maaşni bermay bekor ishlatib qechib kelgan qizlarni turmani tashlab mushunda qildi. Demak bu kishilik huquqda Uyg'ur xalqini cheksiz dafsanda qilganlik. Endi uning sirtida o'lim jazosi hukm qilish hozir siyosiy mahbuslarga dunyoning hech qanday yerida yo'q. Faqat Xitoy hukumatida o'lim jazosi hukm qilish bor. Hozir siyosiy mahbuslar Xitoy hukumati turkumlab o'lim jazosi hukm qildi. Xitoyning siyosiy mahbus degani kim? Kim siyosiy mahbus? Nima qildi Uyg'urlar? Tinchlik bilan o'zining erkinligini talab qilgan, o'xshamagan fikrda bo'lganlarning hammasi Xitoy hukumatining oldida siyosiy mahbus deb qaraladi. Yoki vatanning bexatarligini parchalagan deb qaraladi. Shu hozir Sharqiy Turkistonda kishilik huquq masalasi og'ir darajada dafsan qilyapti. Birinchi Xitoy hukumati Uyg'urlarninki sirtqi chiqish rahbarlarini dastlabdan 49-yili Sharq Turkistonda besib olgandan keyin Uyg'urlarning Dalay Lama afandimga o'xshash yetakchilarini chaqirib suhbat qilamiz deb Stalin bilan Mavzudun birga chaqirib, ularni aeroplanda portlatib, 7 rahbarni o'ldirgan. Shu vaqtdan tortib Uyg'urlarning lideri va yetakchilari aeroplanda o'ldirilgandan keyin Uyg'ur xalqi yetakchisiz qolgan. Ikkinchi bizning Tibet o'xshamaydigan yerimiz bizga yerim askarlik Bintvan degan bilan atrofimizni qo'rchab, mushunaq tutib turib, Uyg'urlarning sirtqa eqib chiqishi, Uyg'ur ziyolilarining sirtqa eqib chiqishi, sirtqa o'zining ovozini anglashish imkoniyatini qo'ymay, tutqa yerda rahbarlik ideyasi va aqli va chiktalaydiganlar odamning hammasini o'ldirgan. Shuning bilan birga sirtqa qechib chiqayotganlar o'zi Turkiya bilan cheklanib, Turkiya va O'rta Osiyo bilan cheklanib qilib, g'arb dunyosiga yuzlanmagan. O'sha yuqori darajadagi amaldorlarimiz qechib chiqolmagan. Odatga qechib chiqayotganlar mushunaq yuzlanmagan bo'lganligi uchun bizning sirtqa anglanishimiz Dalay Lama afandimdek bir odamimizning chiqib ketolmaganligidan, dunyoga mush Uyg'urning ahvolini anglamaganligidan biz toki 49-yili biz besib olindik, 50-yili Tibet besib olindi. Shuningdek ta hozirgacha Tibet masalasi bilan bizning masalasimiz o'xshash va uningdan ig'ir bo'layotgan bo'lsa-mu, Tibetninkini Dalay Lama afandim va Tibet xalqi dunyoga anglatdi, ham uqoladi. Buni dunyo uqdi. Biz anglatamadik. Buningda kommunist hukumatining bizning o'rnimiz va bizning siminimizni nayt qattiq kontrol qilganligining bir sababi. Ikkinchisi, biz islom diniga e'tiqod qilamiz. Musulmon ham Turkiy til sistemasidagi bir millat. Sharqiy Turkiston degan ism bor turadi, o'zingiz bilasiz. Shuna bu masalada bizga bo'lgan diqqat e'tibori dunyoninki boshqalarga bo'lgan diqqat e'tiboriga o'xshamaydi. Masalan, Bermani deymiz, yana boshqa yana deymiz, Budistlarga bo'lgan diqqat e'tibori nayt qattiq dunyo og'diradi. Bularning kelqa diniy nimalarida tinchlik bu degan. Hem bizim İslam dininde bu tinchlik degan hamma narsa var, lekin mush jihatdan dunyo ya sal qaradimi bizning maslimizga. Qilib bizning maslimiz hozir Tibetninkidimi intayin vahshiy qiryotidi Xitoy bizni. Bizning qirilishimiz Iroq, Darfur, onundan artıq. Buni dunyo biladi. Dunyo shundaq bir ish bo'lib qo'ychi, hamma dunyo buningga diqqatini qiladi. Bizning nayt maxfiy o'ltirilayotganligi uchun dünya bilmeydi. Bizning ölüş nisbatimiz, sonimiz, bastırılışımız urush bo'layotgan yerdimi eg'ir. Bu Xitoyning maxfiy tutqanligi, yolg'onchiligi, cho'ng davlat bo'lishi, dunyoni oldiga olishi va dunyoning strategik planiga qurbon bo'lganligimizdan bo'ldi. Biz yani üçüncüsü deysangimenti. Üçüncüsü Yaltının yig'ini. Yaltının yig'inida biz oldi bilan Yaltının yig'ini ramkisi tuzilgan. Cumhur hükümeti Sovetninki ve xalqaradagi siyosiy o'llarning Sharqiy Turkiston masalasidagi ramkisi tuzilib bo'lgan. Uningdagi shuningga asosan keyin Stalin bilan Mavzudun suhbatga o'tirib, Sharqiy Turkistonni Xitoyga qolgan G'arbiy Turkiston Stalin Rossiya taraf besib olgan. Shuning uchun biz Yaltının yig'inining qurboni bo'lganligimiz uchun bu xalqaro siyosiy strategiyada va Stalin bilan shu vaqtdagi Cumhurning sodisida biz ketib qolgan bir bechora millat, biz so'g'uq urushlarning qurboni bo'lganligimiz uchun bizda g'arb dunyosining amaliyotda va boshqalarning
bizni qutqizib berish majburiyati bordi. Lekin biz aşındaq soğuduğu çıkıp ketkenligimiz üçün şuna bizning işimizning dunyoning anlamayotganligining bir tarafi pamu deydigan o'zimning mushtaq bir gumonim bor. Biroq hozir endi yaqin kunlardan beri biz o'zimizning ovozimizni o'zimiz anglatgandan keyin Amerika, Angliya, Germaniya, G'arb dunyosi, Yevropa parlament, Shvetsiya, Norvegiya, Gollandiya degandek, Avstraliya, Yaponiya degandek dunyoning Kanada degandek hamma o'rinlar bizga hozir diqqatini og'dirib, Uyg'ur masalasiga endi rasmiy bizning xalqimiz bu qirilib mashaga yetgan vaqtida faqat millat sifatida yo'qotilish oldida zulm chekidan ishib ketgan vaqtida ondan bizga hamma odam diqqatini og'dirishga boshladi. Ishi nima? Bizni bu musulmonkan, biz bunga yordam qilmaymiz demaydi. Bular cho'qim bizning ishimizga yordam qiladi. Ishi nima? Bular biz ularga yordam qilganda bularniki anglamasak bo'ldi demaydi. Hozir bizga bara ko'ngil bo'lyotdi. Biz masalamizni yaxshi anglata olsak, Jungo hukumatining diktatorining Uyg'urlarga bo'layotgan zulmini mush axborotchi organlar sizlardek ve bütün dünyadaki muşunda kişilik hukukta izilgen, avazını dünyaya anlatamayotgan, karanlıkның içinde yığılavatkan, iniravatkan, üntünsüz boğak balıları, yaşları, anıları, bobayları, hiç kandak soraksız öldürülevatkan bir milletinin ilgisi çıkıp, bolup bir jurnalistler ve siyasi ollağa bir şey kriz odasılar. İyi çıkmandan keyin mana endi bizning neslimiz dünya anlıp çokum biz erkinlikka erishimiz dünya bizga çokum dikkat nazarini og'dirdi deydigan ümidim bor. Yılı 10 ayının 1 günü Xitoy kommunistlar tarafidan besib olgandan ta hozirgacha Uyghur xalqi mayli mavzudoning olsun, mayli Deng Xiaopingning olsun, mayli Zhou Zonglining olsun, hammasiningki har qanday diktatorlari osh qilishi, urushi, o'ldirishi, tutishi, iqtisodiy vayron qilishi Sharqiy Turkiston 1949 o'zining milliy kimligini jon tikib qo'g'dab kelgan edi. Lekin mush g'arbni siyosati yuz bergandan keyin Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonga g'arbni ichki siyosati Deng Xiaoping dedi islohot etish degan harakat etib borgandan keyin Uyg'ur o'ngchi unsur millatchi unsur degan o'xshamagan harakat qalpoqlar bilan Uyg'urlar qirg'inchilik etib borgan bo'lsa-mu, Uyg'ur xalqining yer, suv, munbat ziminlardan tortib bekaga ko'chman bantuarning aldamlariga tortib apirib Uyg'ur xalqini hatto 3 vaqt tomoqdan ortiq hech narsa yemaydigan holatga keltirib qo'ysa-mu, axloqiy vayron qilishi, diniy vayron qilishi ve ularni ma'rif jihatdan vayron qilishi ve ziyolilarimizni yo'qotishi, o'ldirishi, puldor xalqlarimizni yo'qotishi, o'ldirishi, gunohsiz xalqni turmuga tashlashi, o'lim jazosi hukm qilishi, o'xshamagan hujumchi, aksin inqilobchi, milliy bo'lgunchi, milliy radikal